Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Bizda reklama maza qilib, dam olib, qushlar ovozini eshityapsiz. Shunday dam oladigan joydan bitta uy topdim sizlarga. Puli yengilroq, dasha qilib, dam olib yoki mol hol bilan ishlayman, mol holda yaxshi ko'raman deydiganlar uchun atrofi dala bo'lgan, suvdan, svetdan muammosi bo'lmagan joydan sizlarga reklamaga keldim. Xudo xolasa sizlar ham xuddi mana shunday uylaringiz, do'koningiz, biznesingiz bo'lsa, albatta biz borib reklama qilib beramiz, xudo xolasa. Bo'lmasa boshlaymiz. Biz Surxondaryo viloyati Termiz shahriga kiryaptimi hozir endi? Tumanmi? Sabzpoya tumani, Termiz tumani Sabzpoya mahallasi Xo'ja Kamol degan joyidamiz. Xudo xolasa inshaalloh 20 sotixlik bir shinam bir desam bo'ladi. Barakali bir uyga keldim. Juda yoqdi. Xudo xolasa nasib bo'lsa obzorni boshlaymiz. Uyimiz xudo xolasa 21 sotix atrofida 20-21 sotixlik uy, 5 xona tayyor uyi va qurilishi tugallanmagan xonalari bilan bizni kutib oladi. Ko'rganimizda, kirganimizda bemalol 3 ta mashina sig'adigan darvozaxona qilingan. Xohlasangiz bitta mashina qo'yib, xuddi shunday karavotlarni qo'yib, so'rilarni qo'yib, o'tirib, mol holiga qarab, tovuqlarga qarab, ish qilib dam oladigan manzaraga keldik. Xo'p, bismillah deb birinchi eshikdan kirganda, o'ng darvozadan kirganda o'ng tarafimizda bizda ikkita xona kutib oladi. Ya'ni ichma-ich yoshlarga yoki otaxon, onaxonlariga mos bo'lgan xona. Xo'p, uzunligi 5 metr, eni 4 metrlik bitta xona. Kirganimizda ichkari ikkinchi spalni xonamiz, svetga qo'rasiz. Spalni xonamiz bu bovamiz bilan momamizga joy qilib berilgan ekan. Bu ham xuddi shunday 5 ga 4 bitta xona. Xudo xolasa bemalol yosh oila bo'lsa ham ishlatilaveradi. Xo'p, ikkita xona demak kirganimizdan ikkita xonani ko'rdilaringiz. Endi narigi xonalarni olamiz, xudo xolasa. Xo'p, chiqqanimizda yana navesga kiramiz. Xo'p, chiqdik. Ikkita xona. O'ng tarafda mana uzun supa qilingan 40 kishini bemalol kutib olib, o'tirib, maza qiladigan supalarimiz bor, tayyorlab qo'yilgan. Xo'p, kirganimizda yana ikkita xona, xudo xolasa. Mana bunaqangi eski pechkalarimizdan tayyor pechkalarimiz ham bor. Endi uyda yashab turilgan holati nimadir yoqmaydigan bo'lsa, havachilik bo'lmaydi. Xudo xolasa, o'sha yashaydigan odam o'ziga sharoit qoladi. Konsertlar bor. Eng qizig'i svet 24 soat o'chmas ekan. Svet yaxshi, chunki katta visokovoltami o'tgan, shunaqa deyshadi. Bemalol. Bu xonamiz ham xuddi shunday 4 ga 5 xona. Endi ham bu ham xuddi shunday 4 ga 5 xona. Xullas, proyekt bir xil holatda qurilgan, o'sha Rusda davrida qurilgan uylar, ya'ni kolxoz davrida qurilgan uylar qaytadan remont qilinib, yana jo'ra qilinyapti. E'tibor beramiz, eshiklar baqvat eshiklar qo'yilgan. Mana bu mehmonxona, endi hozircha bular oshxona sifatida ishlatib turibdi. Uyda svet muammosi yo'q, xudo xolasa. Ariq suv ham kelam. Ariq suv ham bor ekan. Ariq suv zo'r ekan. Balon keladi. O'sha bir oyga bir marta bilasizlar, o'sha qishloq joyda, tuman joylarda ikkitadan bir oyga balon beradi. O'sha xuddi shunday balonlar keladi. Bemalol balonni ishlatasiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Inshaalloh. Xo'p, hovlimiz bizda agorat o'sha uzun, o'sha daraxtlar, hamma narsa bor. Aytganimizda aytilyapti-ku, oqma suv bor, ya'ni tashqaridan kiradigan suv muammo emas. Bundan tashqari mana yuvinchayga, ichishga o'sha artizan urib qo'yilgan. Endi bizda artizan deyshadi, o'sha kachok sifatida ulab qo'yishgan. Bemalol boyaki ularga qo'l yuvishlarga ham shunday suv chiqadi. Bemalol, ha. Xo'p. Men bu yerda bitta tushuntirib o'tib ketaman sizlarga osonroq bo'lishi uchun. Bu tugallanmagan qurilish. Ya'ni darvozaxonadan kirdingiz, o'ng tarafda boyaki plon turibdi, chap tarafda eshik. Chiqsangiz bemalol o'sha to'rt xonaga moslashgan xona turibdi, joy turibdi. Xudo xolasa bu yerdan ham to'rt xona qursangiz bo'ladi. Ya'ni bitta bir oila va o'g'li oilasi bilan kelsa bemalol yashay oladigan holatda. Xo'p. Endi molxona, mana bu yerda men bitta e'tiborga olgan narsamiz o'sha uyning ichidan moldan yoki xashagini
narsalarni toshib yurmaysizlar, shuni ko'chadan bitta mashina sig'adigan qilib qo'yibdi, molxonaga o'tib boradim. Mana bu banya o'zimizda balki o'tin pechka bilan qiziydigan ham qilib qo'yibdi. Undan tashqari aristonlar qo'yilgan sharoitlar. Ichkarida bitta xona, cho'miladigan xona. Endi o'zingizga bunga jakuzilar qo'yib olasizda, hoji aka. Shunga moslashtirilgan, xudo xolasa nasib bo'lsa. Xo'p, Agorotni ko'ryapsizlar. Bu yerga 1999-yilda ko'chib kelishgan ekan. Shu vaqtdan beri yashashar ekan. Demak, bu Agorotda o'sha chiqqan mol go'nglarini ishlatib, rosa Agorotda unumli holatga keltirib olgan. Ko'rganingizda Agorotda narsalar ekilgan. Akamiz ishlar ekan, Agorotda endi shu oila a'zolari qaraydi. Xo'p, molxona xudo xolasa 15 ta ho'kizchani bog'lab boqadigan joy ekanda. Mana kurgullar qo'yilgan. O'sha bilasizlar, kurgullar baquvvat bo'ladi. Molni shuna qatorasiga qilib 15 ta 20 ta molni boqib ishlatiladigan molxona ekan. Ozroq o'zingizda ehtiyojingizga qarab, o'zingizning sharoitingizga qarab yana ham to'g'rilab olasiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Xo'p, demak, suv qanday keladi? Endi suvni sotib olsang qanday bo'ladi? Ichishga sotib olsak, litri, litri arzon, nesimdan bilan to'g'ri keladi. 3 so'm menimcha. Shunday. Shunday. Angorlarda shundayda. Bizda Surxondaryo viloyatida o'sha Angor ko'p joylarda, Dashaba, Termiz tumanlarida ham shu suv sistemasi bor. Ya'ni ichimlik suvi, oddiy suv, ya'ni hozir urilgan artizandan bemalol icha olasiz. Lekin yana ham agar bizlar o'zi oldingilar ariq suvini ham ichishgan. Bizlar noziklashib boryapmiz, bizni pokoleniya, bizdan keyingi avlodlarimiz noziklashib boshlayapti. Shu sababdan o'sha 3 so'mdan litrini ichish uchun faqat sotib olasiz. Ovqatga ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu suv bizni 5 gektarda ham bu suvdan biz ishlatib ko'rganmiz. Demak, Agorot unumdor, mana pomidorlar tugayotibdi. Ishqilib shinam ekan. Aka, uyda narxini aytamiz aka. Narxini 300 million deyapti. Kami bo'lib kelishamiz aka. Sizga ikkilamchi farqi yo'q. Ikkilamchi, yo'q, qarang, ikkilamchi degani ham sizga xabachilik yo'q. Shu vaqtda ham ma'lumot berib ketaylik. Sizga ham bitta ma'lumot bo'ladi, bizni ko'rayotganlarga ham. Ikkilamchi deganda sizning qo'lingizda 100 million pulingiz bo'lsa, mana shu uyda ola olasiz. 200 millionni 10 yilga sizga kredit bo'ladi. 200 million 26% dan kredit bo'ladi, sizga lyukka plastigingizga tashib beradi. Olgan odam uy nomida bo'ladi, faqat taqiqda turadi bank tomonidan. Taqiqqa turib o'sha o'zi to'lab ketaveradi. Xohlang ikkilamchi. Agarda misol uchun o'sha GM mashinalaridan, yangi mashinalardan Cobalt, Gentra bo'lsa ham puliga to'g'rilab olib ketaveramiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Shunaqa uyda ma'lumotini aytdim. 5 ta xona, 4 ta tugallanmagan xona. Naves tashqarida o'sha bizda so'ri deydi. Xullas bemalol o'tirib, 40 kishi bemalol o'tirib, gashtaylarni o'tkazib, falan kunlarni o'tkazadigan joy. Sharoit, qishloq sharoit. Endi bitta narsa. Necha metrdan keyin dala? Chap tarafimizda, o'ng to'g'rimizda? Bu tomonda 10 metrdan keyin dala. Yo'q, uy bor-ku, 100 metr. 100 metr. 100 metrdan keyin dala bor, to'g'rida. Chap tarafimizda? Chap tarafimizga ham 150 metrdan keyin dala. 150 metrdan keyin dala. Bu tomonga 100 metr. Bu taraf ham xuddi shunday dala. Orqada cho'l zona. Aka, molingiz bormi? Qo'yingiz bormi? Echkingiz bormi? Ana gala qilib indik boqish hozir moda bo'lgan, ko'rgan bo'lsalaring. Bemalol boqadigan. Xullas qishloq sharoitini xohlaydiganlar uchun cho'tka joy ekan. Joyni tushuntiraman, sizlarga osonroq qarintirib bo'lish uchun. Bilasizlar, eski Jarqo'rg'on qumda yo'li bor edi. O'sha yerdan kirib keldim hozir. Hozir yangi asfalt bo'lgan. O'sha trassadan, o'sha yangi asfaltdan 1,5 kilometrga kirib keldim. Sabzboyga chiqamiz desek qancha? Sabzboy bo'lsa ham past 10 kilometr. Bunaqasi, Sabzboy chiqib turasiz, ha. Demak, o'rtaliq, bemalol, xotirjam qushlar sayrashini eshityapsizmi? Narxi 300 million so'm, sunnatiga o'tib beriladi. 10 million, 20 million, xudo xolasa baraka qilib berasiz. 280 larga bitadimi? 280 larga bitadi. Shinam, tinch, xotirjam yashayman deganlar uchun 300 million, 280 million pul undan katta pul bo'lmay qoldi. Hozir 280 millionga shahardan bir xonali dom beryapti. Menda 20 sotix, 21 sotiqlik joy kimlarga bo'ladi? Nomerlar pastda bo'ladi, opsioniyada bo'ladi va glavnida nomer bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Sog' bo'lamiz.